Ortimdagi masjid oldidan hamma uy olishni orzu qilsa kerak. Bunga shubham yo'q. Chunki bugun shunaqa lokatsiyadan uy ko'rsataman. Bu yerdan uy olmaslik juda katta xato bo'ladi bilaman. Yo'l juda ham zo'r, yangi yo'l, Kolxoz Pobedan yo'li. Bir tomonni ham ko'rsating. Samarqand City hududi bo'lyapti mana. Samarqand City'ning oldida 3,5 sotixlik komparkni hovli sotiladi. Mana shu yo'lning ustida joylashgan. Biznes uchun ham foydalansangiz bo'ladi, kirib yashash uchun ham foydalansangiz bo'ladi. Hozir birgalikda tomosha qilamiz, videoni o'tkazib yubormang. Bunaqa video juda ham kamdan kam holatda chiqadi. Buni o'tgan yili ham bir marta ko'rsatgan edim. Endi remontlar o'zgardi. Hozir tomosha qilamiz. Marhamat. Do'stlar, hovlimizga kirganimizda bu yerda bizni to'rtburchak shaklda yashil hudud kutib oladi. Yashil maydon qilib foydalansak bo'ladi. Mevali daraxtlar ekilgan, ozroq yangi navdalar turibdi. Va bu tomonni ham ko'rsating, bruschatka qilingan, mashina qo'yish uchun bemalol joylar yetarli. Va undan tashqari yozgi oshxona qilasizmi, barbekyu, shashlik-mashlikka zo'r joylarimiz bor. Xo'p, hovlimiz 2 qavatdan iborat. Birinchi qavatlar to'liq ta'mirdan chiqqan, hozir ikkinchi qavatdan, birinchi qavatdan ko'rsatamiz. Ketdik, ichkaridan bitta tomosha qilamiz. Bugungi hududimiz yana bir bor tushuntirib o'taman. Samarqand City hududi deb ataladi do'stlar. Yoki Kolxoz Pobeda. Masjidning oldida joylashgan. Xo'p, kirganimizda mana shunaqa koridor, yangi eshiklar qo'yilgan, MDF eshiklardan kafilda oyog'imizdagi va xonalarni tomosha qilamiz. Aboy qilingan yuviladigan aboylarda bu bitta yotoqxona yoki oshxona qilsa bo'ladi. Yo'q, oshxona emas, bu yerda spalni. Va ikkinchi yotoqxonamiz mana. Bu yerda stol-stullar turibdi. Xo'p. Uyimizda asosiy mehmonxonasini ko'rsatib o'tamiz. Zalimizni, marhamat, bu yerda mebellarni ko'rishimiz mumkin. Biroz chala ishlar bor, qilib olsak, nur ustiga nur tayyor xonadon, zato lokatsiyasi zo'r bo'lyapti. Mana mebellari bor hammasi. Xo'p. Birinchi qavatimizda sanuzil bo'lyapti, dush. Umumiy sanuzil mana shu joyda joylashgan, to'liq kafil qilingan. Ichkaridan tomosha qilamiz. Suv, gaz, sveta, muammo yo'q bu hududda do'stlar. Hammasi 24 soat xizmatimizda bo'ladi. Ana endi do'stlar, bu yerdan oshxonani ko'rsatamiz. Biroz yaxtak ekan, hozir oyoq kiyim kiyib olishga harakat qilamiz. Oshxonamiz mana shu yerdan shuni olib ko'rsating. Mana bemalol o'tirib ovqatlanishga ham bu yerda joy qilib qo'ysak bo'ladi. Mana shu joy orqali sirazi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi qavatimiz ta'mirsiz holatda, ya'ni qanday? Aboyga tayyorlab qo'yilgan, elektromontajlar bo'lgan, pollar stejga qilingan. Bitta aboy laminat yopishtirsak, bu joyimiz ham tayyor bo'ladi. Bu yerdagi xonalarni ko'rishga harakat qilamiz. Aynan mana bu xonamizda ikkita deraza, kattagina xona va shu xona orqali ikkinchi xonamizni ham tomosha qilamiz. Patologlarimiz ham shaklda. Va bu yerda yana bitta spalni bor, juda ham zo'r. Bitta rang qilib qo'ysangiz buni, aboy emas, kraska qilinsa, vobshe chiroyli bo'ladi. Xo'p. Endi yana bir xonamiz bor. Adashmasam, hozir shuni ko'ramiz. Mana bu holdan ham unumli foydalansa bo'ladi. Mebellarni qo'yib. Bu yerda yana bitta yotoqxona bor ekan. Marhamat. Bu yotoqxonamiz mana shunday ko'rinishda, do'stlar. Elektromontaj to'liq qilingan. Do'stlar, ushbu uyimiz 250 ming dollar so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Bu oxirgi baho emas. Mulk egalarining raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishlaringiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli uylar hamma obunachilarimizga nasib bo'lsin. Videoga like bosib, kommentda faol bo'lish esdan chiqmasin.